Petak mikrofonlar qarshisida o'zimni bir yaqin akam va tadbirkor sohasi biladigan bo'lsa, mebelchik desak, xalq tilida to'liq tushuntirgan bo'lamiz. Mehmonimiz xullas Dalil aka bo'ladilar. Raimov mebel asoschisi. Bu akamizdan bugun ozgina intervyu so'raladigan savol-javoblarimiz bor. Xudo xolasa kimgadir manfaatli bo'lsa, bemalol bu kishini akkauntlarini yozib qo'ydiramiz. Podpiska bo'lishingiz mumkin. Xo'p aka, quyidagi savollardan avvalo assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz aka. Yaxshilik tushunamiz aka, savollaringiz Ha, yaxshimi? rahmat aka, o'z tinch. Ishda bo'lyapti, kamchiliklar yo'q. Xudo xolasa sog'larga spokойно kirib olyapsiz. Shunday, sog'larga kirib oldik. Aka, Raimov mebel asoschisi nomi bilan masalan direktor o'zingiz so'zlasiz, ishchilaringiz haqida ozgina nechta ish ishlaydi qo'lingizda? Hozirda Rainbow Mebel bizlar korxona ochganmiz. Aha. Hozirda bizlar 5 kishi ishlaymiz. Ikkita shogird, 3 ta ustoz sifatida, bitta sherigim bor. Siz o'zingizdan shularga bo'lib ko'maklashasizmi? Albatta, o'zim ishlayman, o'zim. Yo, faqat ular ishlab, siz ish boshqarasizmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hozircha o'zim borib ishlayman, ulardan bir xil zakaz olaman. Kelajakda inshaalloh katta bo'lsa, bizdan kengaytirganda, o'zlariga topshirib, shunchaki ish yuritib, hujjat dokument ishlari bo'ladi baribir. Vaqtingiz bo'lmaydi, shundaymi? Shunday. O'sha kunlarga yetkazsin aka. Inshaalloh anaqa. Sizga yana bitta savolim bor. Mebel sohasida bu ishlaydigan yangi 2-3 oy ishlagan shogirdlar bo'ladi. Shular masalasiga qanday qaraysiz? Ishni o'rganmasdan turib, qo'l olmasdan turib, ustoz roziligini olmasdan turib, chiqib ishini buzib qo'yadiganlar bo'ladi-ku. Endi bunaqalar bo'ladi. Bunda xalq tilida aytgandek, karvon bitta, rizqi mingta deyishadi. Lekin mana ular shogirdlar eng avvalo ustozni rozi qilish kerak. Eng avvalo ustozni rozi qilish kerak, ustozni qo'lini olishi kerak. Misol, o'shandagina ishi rivojlanib bo'lgan. Ishi boraveradi. Misol oladigan bo'lsak, yangi ochilgan ishini mukammal bilmaydigan mebelchilarga keladigan bo'lsak, ularda hali oldinda juda ko'p qiyinchiliklar kutmoqda. Bu bor narsa, chunki bu narsadan men o'tganman, bu narsadan boshqalar o'tgan, mendan katta mebelchilar hammasi shu narsadan o'tib ketgan. Shu joyda o'zim qo'shilib ketaman-da. Mana o'zimni boshimdan o'tgan va ustachilik qilib yurganman-da oldin, men bu o'zimizning biznesimni ochmasimdan oldin ustalar qo'liga ishlaganman, patsonlik bo'lganman, misol qanday desam ekan, yordamchi usta bo'lganman. Bizlar qurilish sohasida ishlaganman-da, mahsulotni tayyorlaymiz, rastvor degandek, g'isht tashiymiz, sement ortamiz, 3-etajdan 5-chi, 6-, 7-chi etajga ham chiqargan joyim bo'lgan. Nimani tushuntirmoqchiman shunda hozir? Ustaga biz oson tutganmiz-da oldin. Bizning ishimiz og'ir, chunki og'ir ko'tarib, og'ir mehnat, rastvor tayyorlash bu meni yoshimdagi bolalarga og'ir o'sha vaqtdagi. Ustam bilan tortishib qo'yganman ozgina. Ustam men bilan tortishmaganda, chiroyli ko'rib, "Bo'pti, bola, ukam, men sen qo'lingda masterlik bilan andova. Sen meni ishimni qil, men seni ishingni qilaman." Ustam tergan devor bilan men tergan devor farqi osmondan yerchalik bo'lgan. Bu narsaga juda katta mas'uliyat, katta e'tibor, tajriba kerak ekan. O'shandan keyin men har bir ishni mukammal o'rganmasam, qo'l urmaslikka qaror qilganman. Shunday. Siz ham shu yosh ishni o'rganmasdan chiqib ish boshlaganlarga biron maslahatingiz bo'lsa, marhamat. Maslahatim bor. Avvalom ishlaringizga omad bersin, tadbirkorlikni boshladilaringiz, ishlaringiz rivojini berib ketsin. Sizlardan beradigan maslahat, hech bo'lmaganda uyalmasdan mana tanish mebelchilar, ya'ni usta mebelchilardan borib maslahat so'rashga uyalmanglar. Endi avvalo birinchi o'rgangan ustozidan. Endi rozi qilmasa hech qachon ko'karmaydi. Ustozni rozi qilish kerak. U insondan borib o'rganib, insondan hamma vaqt kontaktda ushlash kerak. U inson bilan
aloqada bo'lish kerak. Mani juda ko'p mebel ishlanmalarim bor. Jo'ralarim ular menga ustoz bo'lgan. Chunki men bir yosh katta otamday insonga ustozlikka tushmaganman, o'zimni tengdoshlarim bilan ishlab ular menga ustoz bo'lgan. Lekin haligacha men ular bilan aloqa ushlab, ular bilan har bittasi bilan yaxshi ko'rishib, o'tirib, nima qilib o'tiramiz. Tushunmagan narsamni haligacha men telefon qilib so'rayman. Jo'ra, shunaqa bo'ldi. Mana bu qanday bo'ladi? Bu qanday bo'ladi? Shuni qanday qilsam bo'ladi? Kraska bo'ladi. Mana kundan kunga yangi ranglar chiqyapti. Tushunmayman. Ularni misol so'rayman. Jo'ra, mana shunaqa narsa chiqibdi. Shuni qanday olsam bo'ladi? Ular aytadi. Kuch birlikda degan ma'no keltiryapti o'zi bu akamiz. Gapingizni bo'ldim o'zi avvalo. Nima demoqchiman? Ustozni rozi qilmasdan ko'karmaysan degan boyagi ikki og'iz aytgan so'zim. Yana bitta narsasi bu. Ustozni rozi qil deb aytyapti bu kishi. Qo'shimchasiga ustozni hech qachon pul bilan rozi qilib bo'lmaydi. Shunday. Ustoz shunchaki chin dildan shu shogirdim, mani davomchim deb unga qo'l berib, haqiqatan to'n bu u xohlamaydi. Ustoz ham hech qachon sen menga to'n olib kel, qalpoq olib kel, belini bo'ylab ket demaydi. Shunchaki ustoz mendan rozi bo'lib qo'l bering desa ham beraveradigan so'zlar bor. Ana shunday. Yana ikkinchi savol aka sizga nima demoqchiman? Siz kelajakda yana kengroq O'zbekiston taniydigan korxona yaratmoqchimisiz? Ha, endi xudo xolasa mana bu brendimiz bor, Rainbow Mebel degan. Endi buni xudo xolasa juda ko'p qiynaldim. 5 yil deganda men korxona ochdim Rainbow Mebel degan. Men internetlarga 5 yil oldin Rainbow Mebelning logotipini qo'ydik. Hamma internetlarga kanallar, bloglar ochib tashladik, YouTube'larda ochdik. Mana shu yil korxona ochdik. Rainbow Mebel degan realniy korxona ochdik. Ha, xabarim bor aka. Men podpiska qilib bosib qo'yganman, sizlardan ham so'rab qolaman. Endi xudo xolasa niyatim butun O'rta Osiyoga bir axfatni yetadigan darajada bir 500 mingtagacha ishchini ishlata olib, ularga barakali oylik to'la oladigan darajada korxona qilmoqchiman. Inshaalloh aka, xudo xolasa nasib qilsin. Importlar qilib. Men uyimdagi hamma jihoz, mebel jihozlarimni shu akamga qildirganman. Ishlarini sifatini ko'rganman. Bu akam bilan 5 yildan beri qalin aka-uka deymiz. Yana nima so'ramoqchi edim sizdan? Mebel sifatida O'zbekiston bo'yicha siz tan olgan korxonalar bormi? Bor. O'zbekiston bo'yicha deydigan bo'lsak, men o'zim anchadan beri ular bilan ishlaydigan akalarim bor. Top 3 talik. Birinchisi Dilshod aka Sharq Mebel korxonasi. Eshitganman. Ikkinchisi o'zim taniydigan Afrasiyo Mebel. O'zimizniki. Keyin Osiyo Mebel. Osiyo Mebel. Lekin brendi bo'yicha, hajmi bo'yicha agar aytadigan bo'lsak, Sharq Mebel, Osiyo Mebel, Mondelux. Misol Sharq Mebel birinchi o'rinda turibdi siz uchun. Osiyo Mebel ikkinchi o'rinda. Shunday. Afrosiyo uchinchi o'rinda. Yo'q, uchinchi o'rinda agar ishlab chiqish bo'yicha, ob'yom bo'yicha bo'lsa, Globo, bu Mondelux deyishadi-yu shular. Chunki ular gigant kompaniyalardan biri. Balkim bulardan ham zo'ri bordir. Endi men bilmayman, lekin men o'zim ishlab ular bilan salom alaykum qilganda shularni bilaman-da. Katta rahmat aka. Kelajakda bizlar tilakdoshmiz. Shu siz sanab bergan korxona ichida yetakchisi siz bo'lishingizni biz tilab qolamiz. Yana nima demoqchiman? Qiyinchiliklar baribir har bir sohada bo'ladi. Qiyinchiliksiz ish bu harom ko'riladi aka, bilaman. Dinimizda ham, ilmda ham harom bo'ladi. Yana sizdan bitta savolim bor, oxirgi savol. Shu bilan bugungi nimamiz tugaydi. Mebel sohasiga kirib kelishingizni qisqacha menga tushuntirib bering. Nima uchun siz mebel sohasini tanlagansiz? Yo'q, sizga shu narsa yoqqanligi uchun yoki foydasi uchun yo'q yana qandaydir sabablar bo'lishi mumkin. Bor, bu yaxshi savol bo'ldi. Mebel sohasiga kirishim, men soliqda налоговыйda ishlardim, davlat soliq inspeksiyasida. Davlat xodimlari ekan. U yerdan chiqib, bitta tanishimiz qo'shni mebelni magazin ochganda, firminni. Aytdiki, menga dedi, buxgalter, kassir kerak. Soliqdan chiq dedi, men senga ko'proq oylik to'layman dedi. Bu 2011-yil edi.
qiynalib yurgan vaqtlaringiz. Yo, endi men u paytda sog'liqda ishlaganda yosh bolaman. 20 yoshlar bola, endi sog'liqda ishlayapman. Og'irlik qilgan ish. Yo, og'irlik emas. Og'irlik Yo, qilgan. nabarot u yer sal pafosli ish edi u paytda. Sizga Sog'liq, ha. yoqmagan tarafi nima o'shani? Yoqmagan tarafi pul tomonida menimcha. Chunki bu odam menga ko'proq pul beramanki, nimada ishla, oylikda menga ishla dedi. Buxgalter, kassir bo'lasan, do'konda o'tirasan deganda men kirdim. Lekin men o'zim kutmagandim. Men mebelchi bo'lib ketishimni. Men u yerga oddiy buxgalter, kassir bo'lib kirdim. U yerdan kirib o'zimga o'xshagan tengdoshlarim bor edi. Ular bilan yaxshi jo'ra bo'lib oldim. Ular mebel yasardi, ular mebel terardi. Sohasi mebel bilan. Ha, ularni chaqirardim, zborchik deymiz-ku uni. Ha, Zborchik. O'zimiz tilda ustanovchik deymiz. Ustanovchik, ha, ustanovchik O'zimiz tilda deyiladi. bilmadim ham. Ya, ana shu ustanovchiklar bilan tanish bo'lgandan keyin ular bilan bir ishlash, 1-2 marta ular bilan ketdim, shunchaki bir qiziqib. Qaradim, ish yaxshi-da, menga yoqib qoldi. Men bu ustanovkani o'zi yoqib qoldi. Men o'zimdan o'zim keyin nima qildim? Do'konga keladigan mebellarni ustanovchiklar bor edi. Men o'zim uni keyin terishni boshladim. Shunaqa bilan men buxgalter kassirlikdan chiqib ketdim-ku, shu ustachilikka o'tib ketdim. Bu juda qulay javob bo'ldi, to'g'ri javob bo'ldi. Aka, sizdan bizlar juda yaxshi roziman. Nima uchun roziman deyapman, bu haqiqat tushunmayman. Meni uydagi har bir jihozimda bu odamni spesial o'zini qo'li tekkan. Shu masalada bu odamni hurmat qilaman. Nima uchun? Bironta aybini topa olmaganman. Aybi bo'lsa o'zi tushunadi, boshqalar hech qachon tushunmaydi, topa olmaydi ham. Kelajakda aka, sizga biz tilakdoshimiz katta korxona, nafaqat mebel bo'yicha, boshqa biznes bo'yicha ham O'zbekiston tan olgan Daler Raimov degan nom olishingizni xohlab tilab qolamiz aka. Sizga katta rahmat. Sizga rahmat. Inshaalloh qolgan bu uylarni farzand ko'rsa hamma mebellarni o'z qilib berasiz. Sizlarga ham taklif qolaman. Birinchi ochiladi, obunani bosib, like bosib qo'ysangiz, bu odam ham men ham juda xursand bo'lamiz. Sizlarning yordamimiz juda katta kerak bo'ladi bizlarga. Katta rahmat.